iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruv kuchayadi degan xabar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Kimning pensiyasi to'xtatiladi, kimdan hujjat so'raladi, kimga umuman tegilmaydi. Qaysi holatda ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinadi? Mana shu savollar bugun juda muhim. Men bu mavzuni oddiy tilda chalkashtirmasdan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nevaralari, qo'ni-qo'shnilari uchun ham kerak. Chunki ko'pincha pensionerning o'zi emas, aynan yaqinlari hujjat, plastik karta, yashash joyi yoki bank masalasida yordam beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu xabarni tanish pensionerlarga yuboring. Avval qanday edi? Oldin ko'p masalalar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya jamg'armasiga borib ariza yozish, bankdan ma'lumot olib kelish orqali hal qilinardi. Pensioner biror joyda ishlayaptimi? Chet elga chiqib ketganmi? Vafot etgan shaxs nomiga pensiya tushyaptimi? Nogironlik muddati tugaganmi yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola o'qishni davom ettiryaptimi? Bularning hammasi har doim ham tez aniqlanmasdi. Natijada ayrim joylarda pensiya noto'g'ri hisoblangan, ba'zi odamlar ortiqcha pul olgan, kimdir esa aksincha o'ziga tegishli pulni vaqtida ololmagan. Endi nima o'zgaryapti? Hozir davlat idoralari ma'lumotlarni ko'proq elektron tarzda solishtiryapti. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FHDGO, migratsiya, bank tizimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biriga taqqoslanadi. Oddiy qilib aytsam, pensioner haqidagi ma'lumotlar alohida papkalarda yotmaydi. Ular tizimda ko'rinadi. Agar bir joyda odam vafot etgan deb qayd etilgan bo'lsa-yu, boshqa tomonda pensiya hali ham yechib olinayotgan bo'lsa, tizim buni savol ostiga oladi. Agar nogironlik pensiyasi muddati tugagan bo'lsa, lekin yangi xulosa kiritilmagan bo'lsa, bu ham tekshiriladi. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa, bu ham aniqlanishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsani aytaman. Tekshiruv degani hammaning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Tekshiruv degani ma'lumotlar aniqlashtiriladi degani. Toza, qonuniy, hujjatlar joyida bo'lgan pensionerlar qo'rqmaslik kerak. Lekin hujjatda nomuvofiqlik borlar, yashash joyi o'zgarganini bildirmaganlar, nogironlik muddati tugaganlar, chet elda uzoq qolayotganlar yoki pensioner nomidan boshqa odam pul olayotgan holatlar albatta e'tibor markazida bo'ladi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar. Masalan, erkak kishi 6 yoshdan, ayol kishi 25 yoshdan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi har oy plastik kartasiga tushadi. O'zi O'zbekistonda yashaydi, tirikligi, yashash manzili, pasport ma'lumotlari joyida. Bunday odam odatda vahima qilmasligi kerak. Lekin pasport almashtirilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, yoki pensioner bir necha oydan beri kartadan o'zi foydalanmayotgan bo'lsa, yaqinlari vaziyatni tekshirib qo'yishi zarur. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng katta nozik joy muddat masalasidir. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ba'zilari esa ma'lum vaqtga beriladi. Masalan, fuqaro iki guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa va tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi 2024 yil iyungacha amal qilsa, 2000 keyin tizim yangi xulosa bormi deb qaraydi. Agar yangi xulosa kiritilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu fuqaroning huquqi yo'qoldi degani emas, balki hujjat yangilanishi kerak degani. Shuning uchun nogironligi muddati bilan berilganlar o'z xulosasining amal qilish sanasini albatta tekshirsin. Uchinchi toifa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu pensiya ko'pincha bolalarga, o'qiyotgan farzandlarga, ayrim hollarda mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga beriladi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyapti. Agar u kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, huquqi saqlanishi mumkin. Lekin u o'qishdan chetlashtirilsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ma'lumotnoma yangilanmasa, pensiya masalasi qayta ko'riladi. Ko'p oilalarda mana shu joyda muammo chiqadi. Biz o'qiyapti deb o'ylagandik deyishadi, lekin tizimda boshqa ma'lumot turadi. Natijada ortiqcha to'langan summa yuzaga kelishi mumkin. 4-toifa vafot etgan pensioner nomidan pensiya yechib olingan holatlar.
Men buni juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Ba'zan bu qasddan bo'ladi, ba'zan esa bilmasdan. Masalan, ota vafot etadi, pensiya kartasi farzandida qoladi. Keyingi oy kartaga pul tushadi, farzandi bu oldingi oy uchun bo'lsa kerak deb yechib oladi. Lekin qonuniy tartibda vafot etgan sanadan keyingi to'lovlar alohida tekshiriladi. Agar pul ortiqcha tushgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun kimning yaqin pensioner vafot etgan bo'lsa, darhol fadyo qaydi, mahalla pensiya jamg'armasi va bank masalasini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. 5-toifa chet elda uzoq muddat yurgan pensionerlar. Bu ham juda muhim. Kimdir farzandining yoniga Rossiyaga, Qozog'istonga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga ketgan bo'lishi mumkin. O'zi tirik, pensiya olish huquqi bor, lekin yashash holati, hisobdagi faollik, ishonchnoma, karta orqali pul yechish masalalari tekshiruvga tushishi mumkin. Agar pensioner xorijda bo'lsa, uning nomidan O'zbekistonda boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilganmi, muddati o'tmaganmi, pensionerning tirikligi tasdiqlanganmi? Shular muhim bo'ladi. Men maslahat beraman. Xorijdagi pensionerlar konsullik yoki tegishli idoralar orqali o'z hujjatlarini tartibga keltirsin. Yaqinlari esa karta qo'limizda pul tushyapti, demak hammasi joyida deb beparvo bo'lmasin. 6-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqan odam ishlasa, pensiyasi kesiladimi deb so'raydi. Har doim ham bunday emas. Ko'p holatda yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro ishlashi mumkin. Pensiyasini ham olaveradi. Lekin ayrim turdagi to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki maxsus shartli nafaqalar daromad, bandlik holati yoki boshqa mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Kam ta'minlanganlikka asoslangan yordam, parvarish puli yoki muayyan imtiyozlar mavjud bo'lsa, odamning ishlashi bu to'lovlarga ta'sir qilish ehtimoli bor. Shuning uchun men pensiyadaman. Bir oy ishlab qo'ysam hech kim bilmaydi degan qarash noto'g'ri. Hozir soliq va mehnat bozori orqali rasmiy daromad ko'rinadi. Birinchi misol. Gulnura opa 57 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi 20.200 ming so'm. U uyda yashaydi. Pasporti amalda, bank kartasi o'zida, har oy dorixonaga o'zi boradi, kommunal to'lovlarni o'zi qiladi. Bunday holatda tekshiruvdan qo'rqish uchun asos yo'q. Faqat u bank kartasini hech kimga bermasligi, telefoniga keladigan kodlarni aytmasligi va pasport almashtirsa, ma'lumotlarni yangilash kerak. Ikkinchi misol, Karimaxa 2 guruh nogironligi bo'yicha 20.600 so'm pensiya oladi. Uning nogironlik xulosasi o'ttin iyunda tugaydi. U esa har oy pul tushabdi-ku deb yangi ko'rikdan o'tmay yuradi. 20 iyuldan keyin tizimda yangi xulosa bo'lmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin Karim aka idora yurib qiynaladi. Agar u oldindan tibbiy hujjatlarini tayyorlab, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza jarayoni vaqtida boshlaganida uzilish bo'lmasdi. Uchinchi misol, Dilshod 20 yoshda. Otasidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U birinchi kursda kunduzgi o'qigan, keyin o'qishdan chetlashtirilgan. Oilasi esa pensiya kelayotganini ko'rib pulni ishlatib yurgan. Oradan 6 oy o'tib, ma'lumotlar solishtirilganda o'qish davom etmagani aniqlanadi. Natijada 6 oy davomida ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu oilaga katta yuk bo'ladi. Shuning uchun talaba maqomi o'zgarsa, darhol xabar berish kerak. 4-misol, Muhabbat aya farzandining yoniga chet elga ketgan. Pensiya kartasi esa qo'shnisida qolgan. Qo'shni har oy pulni yechib, keyin beraman deb yuradi. Bu juda xavfli holat. Chunki pensionerning roziligi, ishonchnoma, pulning haqiqatan egasiga yetib borishi hammasi savol ostida qoladi. Agar tekshiruvda nomuvofiqlik aniqlansa, nafaqat pensiya to'xtashi, balki pulni kim olgani ham tekshirilishi mumkin. Men bunday vaziyatda faqat rasmiy ishonchnoma orqali ish yuritishni maslahat beraman. Endi istisnolar. Ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar va xatolar haqida gapiraman. Eng birinchi xato. Men oddiy pensionerman, menga hech narsa kerak emas deb hujjatlarni umuman tekshirmaslik. Oddiy pensioner bo'lsangiz ham pasport muddati, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami va familiya ism ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harf xatosi ham to'lovni aniqlashtirishga sabab bo'ladi. Masalan, pasportda To'xtayeva, bankda To'xtayeva. Pensiya bazasida esa boshqa yozuv bo'lsa, tizim buni bir xil shaxs deb ko'rsa ham, ayrim operatsiyalarda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat plastik karta boshqa odam qo'lida bo'lishi. Ko'pchilik pensionerlar kartasini o'g'li, qizi yoki nevarasiga berib qo'yadi.
Albatta, oilada ishonch bo'lishi tabiiy. Lekin bank kartasi shaxsiy moliyaviy vosita. Agar pensiya kartadan muntazam boshqa odam tomonidan yechib olinsa, ayniqsa pensionerning o'zi betob chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lsa, keyin tushuntirish berishga to'g'ri kelishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensioner o'zi foydalansin yoki rasmiy ishonchnoma qilsin. 3-nozik jihat vaqtincha ro'yxat va doimiy yashash manzili. Pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tgan bo'lishi mumkin. Masalan, Namangandan Toshkentga qizining uyiga kelib yashayapti. Pensiya esa eski manzil bo'yicha yuritilmoqda. Bunday holat darhol muammo degani emas, lekin ma'lumotlarni yangilash kerak. Chunki ayrim ijtimoiy to'lovlar hududiy tartibda yuritiladi. Mahalla, poliklinika, bank bo'limi yoki pensiya jamg'armasi bo'limi bilan bog'liq masalalar chiqadi. 4-nozik jihat ortiqcha to'lovning qaytarilishi. Odamlar ko'pincha davlat o'zi o'tkazgan pulni nega qaytaraman deb ranjiydi. Lekin agar to'lov huquq bo'lmagan davr uchun tushgan bo'lsa, qonun bo'yicha u ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagandan keyin yangi xulosa bo'lmasa, talaba o'qishni tashlagan bo'lsa, pensioner vafot etganidan keyin pul tushgan bo'lsa, bu summalar qayta hisoblanadi. Shuning uchun eng yaxshi himoya o'zgarish bo'lgan zahoti xabar berish. 5-nozik jihat firibgarlar. Har safar pensiya nafaqa, tekshiruv, kompensatsiya haqida xabarlar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz raqamini ayting. SMS kodini aytsangiz, tekshiruvdan o'tkazib beramiz. Ma'lum pul bersangiz, pensiyani oshirib beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang, karta parolni aytmang, telefon orqali kelgan havolalarga kirmang. Rasmiy idora hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 6-nozik jihat tanish orqali hal qilamiz degan yondashuv. Bu ham juda xavfli. Agar muammo hujjatda bo'lsa, uni hujjat bilan hal qilish kerak. Tanish orqali vaqtincha yopilgan masala keyin kattaroq muammoga aylanadi. Masalan, nogironlik xulosasi yo'q, lekin kimdir pul tushaveradi deb aytsa, bu pensionerning foydasiga emas. Keyin ortiqcha to'lov, tekshiruv, tushuntirish, otosud tartibida undirishgacha bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, pensiya masalasida eng kuchli himoya toza hujjat va rasmiy murojaat. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya va ism to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSH raqami hujjatlarda bir xilmi? Bankdagi ma'lumotlar pasport bilan mosmi, shularni ko'rib chiqing. Agar pensionerning o'zi buni qila olmasa, farzandlari yordam bersin. Lekin yordam berish degani uning kartasini o'zlashtirish emas, balki hujjatni tartibga keltirishdir. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy nafaqami? Har birining sharti boshqacha. Yoshga doir pensiyada asosiy e'tibor shaxs ma'lumotlari va tiriklik holatiga qaratiladi. Nogironlikda tibbiy xulosa muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlikda o'qish, yosh mehnatga layoqatsizlik kabi shartlar muhim. Qaysi to'lovni olayotganingizni bilmasangiz, pensiya jamg'armasidan aniqlashtiring. 3-qadam, muddati bor hujjatlarni alohida ko'ring. Nogironlik xulosasi qachongacha amal qiladi? Talabalik ma'lumotnomasi qaysi o'quv yili uchun berilgan? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Bank kartasi amal qilish muddati o'tmaganmi? Masalan, karta muddati tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin naqd qilishda muammo chiqadi. Ishonchnoma muddati tugasa, boshqa odam pensioner nomidan pul olishga haqli bo'lmaydi. 4-qadam, o'zgarish bo'lsa, kutmang. Pensioner vafot etsa, bu haqda rasmiy tartibda xabar berish kerak. Pensioner chet elga uzoq muddatga ketsa, ishonchnoma va tiriklikni tasdiqlash masalasini oldindan o'ylash kerak. Talaba o'qishni tugatsa yoki chetlashtirilsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha vaziyatni aniqlashtirish kerak. Nogironlik guruhi o'zgarsa, yangi xulosa tizimga kiritilganini tekshirish kerak. 5-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya bo'yicha eng avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi orqali ayrim xizmatlardan foydalanish mumkin. Elektron imkoniyati borlar MyTokov. Uz portaldagi xizmatlarni tekshirishi mumkin. Bank kartasi yoki hisob raqami bo'yicha muammo bo'lsa, bankka boriladi. Nogironlik xulosasi bo'yicha
poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi orqali harakat qilinadi. O'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, ta'lim muassasasidan rasmiy ma'lumot olinadi. 6-qadam murojaat yozishni o'rganing. Agar pensiyangiz to'xtab qolsa yoki kamayib ketsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotingiz, shir, telefon raqamingiz, manzilingiz va muammoni aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim 2024 yil iyul oyidan to'xtab qoldi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qonuniy asos mavjud bo'lsa, qayta tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. 7-qadam, barcha hujjatlardan nusxa oling. Pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, bank rekvizitlari, avvalgi arizalar. Javob xatlari bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men odamlarga oddiy papka tutishni maslahat beraman. Pensiya hujjatlari deb yozib qo'ying va hammasi bir joyga soling. Chunki muammo chiqqanda odam asabiylashadi. Hujjat qidiradi, vaqt ketadi. Oldindan tartib bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 8-qadam, telefoningizni yangilang. Ko'p pensionerlarning telefon raqami farzandi nomida eski raqam ishlamaydi yoki bankdagi raqam boshqa. Natijada SMS xabar kelmaydi, ogohlantirish ko'rinmaydi, bank operatsiyasi tasdiqlanmaydi. Agar pensioner telefon ishlatmasa ham, mas'ul yaqinining raqami rasmiy va xavfsiz tarzda bog'langan bo'lishi kerak. Lekin yana takrorlayman. SMS kodini hech kimga aytmaslik kerak, hatto o'zini xodimman deb tanishtirsa ham. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz aniq bo'lsa va hech qanday qo'shimcha shartli to'lov olmayotgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga tushmang. Tekshiruv sizni jazolash uchun emas, tizimdagi ma'lumotlarni tozalash uchun kerak. Hatto sizga qo'shimcha savol berilsa ham, bu darhol pensiyangiz bekor bo'ladi degani emas. Sizdan faqat hujjat yoki ma'lumot so'ralishi mumkin. Agar siz nogironlik hujjatingiz muddati tugash arafasida bo'lsangiz, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida talabalik maqomingiz o'zgargan bo'lsa, pensioner nomidan boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, vafot etgan yaqin inson nomiga pul tushgan bo'lsa, hujjatlarda familiya yoki tug'ilgan sana farqi bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Bunday holatlarni yashirish muammoni hal qilmaydi. Aksincha keyin kattalashtiradi. Bugun bo'lgan odamga bir hujjat yetishmasligi aytiladi. Ertaga bo'lmagan odamga esa qarzdorlik chiqishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya masalasida qo'rqib o'tirish emas. Harakat qilish kerak. Ba'zan odamlar borsam pensiyamni kesib qo'yishadi deb idoraga bormaydi. Aslida hujjati to'g'ri odam bo'lsa, aksincha o'z huquqini himoya qiladi. Muammo bo'lsa ham uni erta bilish foydali. Chunki erta aniqlangan xato kichik bo'ladi. Kech aniqlangan xato esa katta pul va ko'p asab talab qiladi. Demak, iyuldan pensionerlar bo'yicha tekshiruv deganda eng avvalo ma'lumotlarni solishtirish, noto'g'ri to'lovlarni aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish jarayoni tushuniladi. Hujjatlar joyida, sharti bajarilgan, pensiyasini qonuniy olayotgan odamlar vahima qilmasin. Lekin nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, chet elda bo'lish, vafot etgan shaxs nomiga tushgan pul, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi kabi holatlar albatta tekshirilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini ko'rib chiqing. Muddati tugaydigan qog'ozlarni yangilang. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kartani va SMS kodlarni begonalarga bermang. Bu videoni tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti? Kimda qanday muammo bo'ldi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.